Assalomu alaykum barchaga. Majburiy blok ikkinchi testimizni tahlilini boshlaymiz. Demak, bizda birinchi savolda aytyapti. Aslida berilgan ma'lumotlardan foydalanib, quyidagi tengsizliklardan qaysi biri noto'g'riligini aniqlang, deyapti. Endi bu bizda sonlar o'qida 0 dan o'ng tarafda musbat sonlar bor, 0 dan chap tarafda manfiy sonlar bor. Endi bizga a birdan kichkina, ya'ni birdan o'ng tarafda turgani uchun, ya'ni birdan katta. Chunki manfiy sonlarni 0 ga yaqini kattasi bo'ladi. Minusdan katta va 0 dan kichkina manfiy son ekan. A manfiy son. B birdan katta musbat son. B musbat son va birdan katta. C B dan ham katta musbat son. Endi qaysi biri noto'g'ri deyapti? Mana bu yerda A ko'paytirilgan, B ko'paytirilgan, C ga qaraydigan bo'lsak, A manfiy son, B musbat son, C ham musbat son. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu ikkalasi musbat bo'lib ketaveradi. Manfiyga ko'paytirsak, buni javob manfiy chiqishi, ya'ni 0 dan kichkina. Endi bizda A noto'g'riligi chiqyapti. Endi mayli B'larni ham tekshirib ko'raveramiz. A ga B ni qo'shsak, musbat son deyapti. Endi bu to'g'rimi, noto'g'rimi tahlil qilamiz. A -1 dan katta bo'lgani uchun, ya'ni misol uchun -0.8 deb olishimiz mumkin. B esa 1 dan katta deyapti. Shuning uchun biz bemalol buni 1.2 mi deb olsak bo'ladi. Ikkalasining yig'indisini so'rayapti. Musbat manfiy sonlar qo'shishda o'tgan safar ham aytgandim. Kattasidan kichigiga ayriladi, ishorasiga qaramasdan kattasidan kichigiga ayriladi va kattasini ishorasi qo'yiladi. Ya'ni 1.2 dan 0.8 ayriladigan bo'lsa 0.4, kattasini ishorasi musbat. Demak, B to'g'ri ekan. Umuman olganda o'zi noto'g'risini topdik. A variant bo'lyapti. Endi bularni ham tahlil qilib qo'yaveramiz. B dan A ayirsak musbat deyapti. B o'zi musbat son edi, undan ayiryapmiz, A manfiy edi. Endi bu ko'payib B plus A bo'lib qoladi va albatta bu musbat. Endi D variantni tahlil qilamiz. D variantda B ga C ni qo'shsak musbat deyapti. Endi B ham C ham musbat tarafda bo'lgandan keyin bu aniq 0 dan katta bo'ladi. Endi musbat deb ketayotgan sabab 0 dan katta bo'lsa, qandaydir mana katta 0 bo'lsa musbat, kichik 0 bo'lsa manfiy degani-ku. Ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolda hisoblash kelyapti. Buni osonroq usulda hisoblashimiz kerak. O'zi aslida mana shu ketma-ketlikda hisoblanadi. Endi biz sal boshqacharoq hisoblaymiz. Ya'ni 38 ni chiqarib oladigan bo'lsak, 38 54 plus 42 bo'ladi. Faqat tavosichini hisoblayapman hozircha. Yana buni qo'shiradigan bo'lsam 38 ko'paytirilgan 96 bo'ladi. Endi mana bu yerda bo'lingan 24 ham turibdi. O'shani taqsim 24 deb yozib olaman. Taqsim 24 deb yozadigan bo'lsam, 24 bilan 96 qisqaradi. 4 tadan bo'lib 38 ni ko'paytirishim kerak bo'ladi 4 ga. 4 kere 2 4 kere 8 32, 3 yo'lda 4 kere 3 12 142 152 degan 152 degan javob chiqadi. Demak, C javobi turibdi bu. Keyingi misolda ishlab ko'ramiz. Xo'p, ovoz, ekran misollar bo'yicha tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Kommentariya ochiq turibdi, men qarab turibman. Ovozni yoqadigan bo'lsam, cho'qim bo'lib ketadi, shuning uchun kommentga yozinglar. Xo'p, 3-misolga o'tamiz endi. 3-misolda birinchi havsni ichini ishlab olamiz. Ikkinchi mana bunisi, 3-chi mana bu yerda ko'paytirish ishlab olamiz. 4-chisini qo'shib qo'yamiz hammasiga. Birinchisini ishlaydigan bo'lsak, 6/3 dan ayirishimiz kerak ekan 3/5 ni. Endi umuman olganda agar 0 dan tayyorlanayotganlar bo'lsa, qisqacha o'rgatib o'tib ketaveraman. O'nlik kasrlarni qo'shish va ayirishda virgul tagidan virgul
qoidasiga amal qilish kerak. Ya'ni 6,3 bo'ladigan bo'lsa, vergulini qo'yamiz. Bu tarafga 5, bu tarafga 3. Ya'ni har doim mana bu vergul tagidan vergul tushaverishi kerak. O'shanda hisoblashimiz to'g'ri bo'ladi. Buni ayiradigan deb qarz beramiz. 13 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak 8. O'rnida 5 qolib, 5 dan 3 ni ayiradigan bo'lsa 2,8 chiqyapti. Endi yozamiz. Birinchisini javob 2,8 chiqdi. Mana bu 2,8 ni 1,4 ga bo'lishim kerak ekan. 1,8 ni bo'laman 1,4 ga. Ikkinchi ishim. Endi bo'lishda bemalol vergul siljitish yo'li bilan bo'lsa bo'ladi. Buni bitta vergul siljitsam, bu ham bitta vergul siljiydi degani. Ya'ni bu nima bo'lib qoladi? 28 ni bo'lishim kerak 14 ga bo'lib qoladi. Bu 2. Endi uchinchisini ishlaymiz. Bizga 7,2 ko'paytirilgan 5 taqsim 3,6 ni beryapti. Endi mana buni nima deb yozib olsak bo'ladi? 3,6 ni. 7,2 ko'paytirilgan 5 taqsim 36 taqsim 10 deb olsak bo'ladi. Yoki buni ham qisqartirib 18 taqsim pastda 5 qoladi. 2 ga qisqartirib oladigan bo'lsak. Endi kasr qoidasi bor. Mana bu ikkitali kasr bo'lgan paytda mana bu tepaga chiqib ketib qoladi. 7,2 ko'paytirilgan 5 ga 5 ko'payib ketadi-da 25 taqsim 18. Endi 7,2 ni ham yoyib yozamiz. 72 taqsim 10 ko'paytirilgan 25 taqsim 18. 18 bilan 72 qisqaradi. 18 ni o'ziga ham qisqartirib olsa bo'ladi. Shunda 4 tadan bu yerda bitta. Buni 5 ga qisqartirib oladigan bo'lsam 5, bu yerda esa 2 qolyapti. 2 bilan 4 ni qisqartirsam 2, 10. Endi demak 3-chi ishimizdan 10 chiqdi. Yuqorida ikkinchi ishimizdan 2 chiqqandi. 4-chi ish 2 plus 10 12. 12 bizda B javobda turibdi ekan. Keyingi misolga o'tamiz. 4-chi misolda aytibdi, masala ekan. Qutiga 345 dona shokolad solingandan so'ng undagi jami shokolad soni 423 donaga dastlab 4 shokolad bo'lgan. Demak, oson. O'ylab ko'rib ham ishlasa bo'ladi. 423 ta dona shokoladga yetdi deyapti. Demak, avvalgisini topishligimiz uchun 423 ni ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 345 ni ayiradigan bo'lsak, qarz beramiz. 13 dan 5 ni ayirsak 8. 11 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 7. Bu ayrilib ketib 78 ni o'zi qoladi javob. 5-chi tenglamani yeching debdi. Endi bunda qanday yechamiz desa, buni umumiy maxraj beramiz. Umumiy maxrajni bilmaganlar uchun aytib o'taman. Umumiy maxraj mana shu maxrajdagi sonlarni ko'ki bo'ladi. Ya'ni eng kichik umumiy karralisi bu yerda 3, 2 va 6 uchun 6 ni o'zi bo'ladi. Demak, bunga bittadan beramiz, bunga 3 tadan, bunga esa 2 tadan beramiz. Cheknoga yozib ketaman birdan. 2x minus 14 plus birdan bit maxrajga olib, maxrajdan tashlab ham yuboraman. 6x plus 3 teng 5. Buni soddalashtirib yozadigan bo'lsam, x larni soddalashtiraman. 2x ga 6x qo'shadigan bo'lsam 8x bo'ladi. Minus 14 3 ni soddalashtiradigan bo'lsam, minus 11 teng 5. Endi 11 o'ng tarafga ishorasi o'zgarib o'tadi. 8x teng 5 plus 11. Bu ham 16 ga teng. 8x teng 16. X teng 8 ga bo'laveradigan bo'lsam 2 degan javob chiqadi. A javob turibdi ekan. Xo'sh. Savollar bo'lmasa davom etaveramiz. 6-chi 300 gektar dalaning 225 gektari haydaldi dedi. Dalaning necha foizi haydalgan? Demak, buni topish uchun
300 gektarni 100% deb olamiz. 225 gektarni x% deb olamiz va proporsiya qilamiz. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 220 ishlaymiz. 300 ko'paytirilgan x bo'ladi, teng 225 ko'paytirilgan 100. Endi mana bu 300 ni bu tarafga bo'lishga o'tkazamiz. X teng bo'ladi 225 ko'paytirilgan 100 taqsim 300. Mana nollarni qisqartirib olsak bo'ladi. Bu yerda qolgan 3 bilan mana bu 225 qisqaradi. Bo'laveradigan bo'lsak 75 qoladi. 3 ga bo'laveradigan bo'lsak, demak x teng 75 gektar yer, 75% haydalgan ekan. Bir xil masalalarda mana bu yerda daraxtning necha foizi haydalgan deyapti-ku. Necha foizi haydalmagan desa, mana bu 225 ta o'rniga 300 dan ayirib yozib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni 300 dan 225 ni ayiradigan bo'lsak, 75 bo'lsa, mana shu 75 ni x% deb olish kerak bo'lib qoladi. Testni tashlab bering. Testni tashlab berganman. Hozir xo'sh, test hozir kommentariy xabar kelib qoldi. Test mana. Xudbek testni tashlab yubordim. Demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bunda demak B javob bo'ldi. Mana bunda A javob bo'luvdi. Misolda aytyapti, ikkita bo'sh o'rindiqqa 3 kishidan 2 nafarini necha xil usulda o'tkazish mumkin debdi. Bunda kombinatsiya formulasi ishlaydi, ya'ni S n'tadan m'tani degan formula bu. Ya'ni n'ta odamdan m'tasini tanlab olish. Necha xil usul tanlash mumkin degan savol. Bunda n faktorial taqsim m faktorial n minus m faktorial. Shu formula ishlaydi. Endi shu yerda agar faktorialni bilmaydiganlar bo'lsa, birdan faktorialni o'rgatib ketaman hozir. Faktorial nima degani? Misol uchun n faktorial degani 1 dan va hokazo n gacha bo'lgan faqat natural sonlarni ko'paytmasi degani. Endi xuddi shunday ishlaydigan bo'lsa, bizda s 3 kishidan 2 kishini tanlab ol deyapti. Tepada 3 faktorial bo'ladi, pastda 2 faktorial 3 minus 2 faktorial bo'ladi. 3 faktorial degani 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3. 2 faktorial degani 1 ko'paygan 2. Mana bu 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 1 bo'ladi. 1 faktorial degani 1 ni o'zi. Endi mana 1 ko'paygan 2 bilan qisqarib ketsa, bu yerda 3 qoladi. Demak, 3 xil usulda tanlash mumkin ekan. Keyingisi. Sakkizinchi misolda aytyapti. Vaqt uzunlik orasidagi bog'liqlik grafikida deyapti. Soat 8 soatda ishchilar tomonidan yo'l qurilganligi tasvirlangan deyapti. Grafikda berilgan ma'lumotlardan foydalanib ishchilar qaysi oralikda eng uzun yo'l qurganligini aniqlang deyapti. Demak, bu soat, mana bu esa yo'l. Ya'ni qurilgan yo'l kilometrda deyapti. Endi mana bu yerda A dan B gacha aniq hisoblash uchun qanday qilamiz? 3 kilometr yo'lni 2 soat sarflagan, 3 kilometr yo'l bosish uchun. Demak, bu degani 1 soatga A-da 1 soatga 1,5 kilometr to'g'ri keladi. Ya'ni 3 ta 2 ga bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda bo'lsa B dan C gacha oralig'ida
5 kilometr. Demak, 3 kilometr mana bu yergacha qurilgani, mana bu yerga 2 kilometr qoladi. 2 kilometr yo'lni bular 2 soatda qilgan. Shunda Bdan Bdan Cgacha hisoblaydigan bo'lsak, 1 soatga 1 kilometr to'g'ri kelyapti. 1 soatga 1 kilometr to'g'ri kelyapti. Keyingisi Cdan Dgacha. Cdan Dgachada mana bu yerda 1 soat, bu yerda bo'lsa 2 kilometr. Bunda 1 soatga 2 kilometr to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda bo'lsa 3 soatga, mana bu yerda 3 soat, mana bu yerda 2 kilometr. 3 soatga 2 kilometr to'g'ri kelyapti. Bizda eng ko'pi mana bu bo'ladi. Chunki 1 soatda 2 kilometr ko'proq masofani asfalt qilishgan. Shuning uchun CD degan javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni oralig'ini topib, qilingan kilometrga bo'lib ketaverish kerak. Vaqtni kilometrga bo'lib ketaverish kerak. O'shanda foydali koeffitsient kelib chiqaveradi. Qancha vaqtda qancha asfalt bosgani. Eng ko'p asfalt bosilgani Cdagi oralig'da, ya'ni 1 soatda 2 kilometr yo'lni asfalt qilishgan ekan. Keyingisida aytyapti, keyingi misol 9-si. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi yer maydoniga sabzi, kartoshka va piyoz ekilgan deyapti. Rasmga qarang. Necha kvadrat metr maydonga sabzi, kartoshka va piyoz ekilgan? Tushunarli, ya'ni to'g'ri to'rtburchakning yuzini so'rayapti bizdan. Mana bu yerda umumiysi 40, mana bu umumiysi 80. Bizda formula bor, S teng, ya'ni S to'rtburchakning yuzi A ko'paytirilgan B bo'ladi, ya'ni ikkita tomon ko'paytmas. 40 ga 80 ni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 2400 degan javob chiqadi. C javobi turibdi. 10-si 36,10 mingdan 8364 sonini 100dan birlar xonasigacha aniqlikda yaxlitlang deyapti. Shu yerda yaxlitlash qoidasini aytib o'tib ketaman, yaxshilab e'tibor bersanglar. Yaxlitlashda qanday yaxlitlash kerak? Ya'ni bu yerda birinchi bo'lib aytilgan xona birligini topib olish kerak. 100dan birlar xonasigacha deyapti. 100dan birlar xonasini topib olamiz. Mana bu 10dan birlar, mana bunisi 100dan birlar xonasi. Ya'ni 100dan birlar xonasi bizda 3. Biz 3 ga e'tibor qaratishimiz kerak. 100dan birlar xonasigacha degan uchun 100dan birlar xonasini bitta oldingi sonini avval tanlab olamiz. Ya'ni 6 bizda. Keyin shkalani chizamiz. Mana bunaqa shkala bor bizda. Ya'ni bu nima degani desa, mana bu yerda 0, bu yerda 10 va mana bu yerda 5 bor. Tanlab olgan sonimiz, ya'ni 6, 5 dan katta bo'lsa, mana bu oldidagi songa 1 qo'shiladi. 5 va 5 dan katta bo'lsa, agar 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, qo'shilmaydi. Shundaylik o'zi yoziladi. Ya'ni bizda hozir 5 dan katta bo'lgani uchun 1 qo'shib yozamiz. 36,84 chiqadi. Qolgani tashlab yuboriladi. Ya'ni 100dan birlar xonasigacha degani uchun 100dan birlar xonasigacha bo'lgani tashlab yuboriladi. Shunda bizda faqat A javob bo'ladi. 11-misol. 11-misolda siniq chiziq rasmda berilgan qonuniyat bo'yicha davom etsa, qaysi nuqtadan o'tadi? Demak, bitta tashlab ko'payib ketaveryapti ekan. Bunda ham bitta tashlaymiz va mana bu yerga tepagacha chiqamiz. Endi mana bu yerda yarmigacha 3 ta sarflangan, bu yerda 3 ta, mana bu yerda 2 ta, 2 ta, bu yerda bitta, bitta. Demak, biz 4 ta qo'yishimiz kerak. Keyin balandligiga ham 3 ta, 2 ta bitta bo'lib ketgan, balandligiga ham 4 ta tepaga chiqamiz. Ya'ni 2 ta, 4 ta. Bu yerga o'tkazamiz. Bunisiga yana 4 ta. Tushiramiz va pastga. Demak, bitta H degan nuqtadan kesib o'tar ekan. Javob. Keyingisi 12-misol. 5 detsimetr
5 detsimetr kvadrat, 8 santimetr kvadrat, necha santimetr kvadrat deyapti. Demak, biz jadvalga qaraymiz. Bizda 1 detsimetr kvadratimiz 100 santimetr kvadrat edi. 100 santimetr kvadrat edi. Shundan degan bo'lsak, 5 detsimetr kvadratimiz 500 santimetr kvadrat bo'ladi. Qo'shimchasiga yana 8 santimetr qo'shib qo'yish kerak. Shunda 508 santimetr kvadrat bo'ladi. Ajabda turibdi. 13-misolda uzunligini topib olamiz. Birinchi o'rinda bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta yarimta bor. Jami bu yerda ham beshtadan bo'ladigan bo'lsa 20 ta yarimtalik. Undan keyin butunlarini sanab oladigan bo'lsak, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ta ekan. Ya'ni 40 ta butun, 20 ta yarim. Yarimlar ikkitasi birdan hisoblanadi. Shunda 10 ta yarim bo'lib, jami 50 ta butun bo'ladi. 50 ta butun bo'lgandan keyin bizda A javob. 14-misol. Qirrasi 1 santimetr bo'lgan kublar rasmdagidek joylashtirilgan deyapti. Hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Qirrasi 1 santimetr bo'lgandan keyin har birini hajmi 1 ko'paytirilgan 1 bo'ladi. Bu 1 santimetr kub bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, endi nechta kub borligini sanab olish kerak. 1, 2, 3 ta, 4, 5, 6 santimetr kub bo'ladi. Ya'ni D javobda. 15-savol. A mulohaza berilgan bir soni 2 ga bo'linmaydigan eng kichik tub son deyapti. B mulohazada esa 385 soni 12 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Bu mulohazalar uchun qaysi biri to'g'ri deyapti. Demak, bizda bir soni 2 ga bo'linmaydigan eng kichik tub son deyapti. Bir soni 2 ga bo'linmaydi, lekin u tub son emas. Bir tub son kirmagani uchun A yolg'on bo'ladi. Ikkinchisida 385 soni 12 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 385 ni bo'lib ko'radigan bo'lsak, 385 ni 12 ga bo'lamiz. 3 tadan 36 ayiradigan bo'lsa 25 tadan 24 bir qoldiq deyapti. Demak, B mulohaza ham yolg'on ekan. B ham yolg'on. Demak, A va B yolg'on degan javob chiqadi. Demak, darsimiz tugadi. Testni to'liq variantini kanaldan olishingiz mumkin. Hammaga rahmat.